Tanishing, bu qishloqni nomi Maraz va bu qishloqda bir-biridan noinsof odamlar kun kechirishadi. Bugungi qahramonimiz esa birinchi va bugun u bu qishloqqa Aziz usta keldi. Ko'ramiz voqea davomida nimalar sodir bo'ladi. Ukalarim Meruz joydami? Ha, Mero'z joyida akam. Qani, mer, yaxshimisiz? Xo'sh, kunlar sovuq bo'ldi. Nima qilsam bo'ladi? Yaxshimisiz mer? Firot, kel, o'tir. Xo'p, men bitta masala bo'yicha sizga yuzaga chiqmoqchi edim. Xullas, menga uy kerak. Senga qanaqa uy kerak? Ixchamroqmi, kattaroqmi? Kattaroqdagi uy bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Uy aynan sotiladi. Senga berishimiz ham, sotishimiz ham mumkin. Qanchaga baholaysan uni? 3 ming bo'ladimi? Uzr, kechirasiz. Voy, voy. 3 ming bo'ladimi? Da, buni o'zini ertaga gaplashib olsak bo'ladimi? Mayli, hop, ertasiga aloqa chiqaman. Qishloqdan yangiliklar bo'lib ketgan. Shunday san'atmi? Mana ikki nabirasi qani? O'sha keldi, mana. U manyakina nabirasi nima uchun kelibdi bilmadingmi? Bilmadim, xullas qishloq yana eski holiga qaytadigan bo'ldi. Qara, zombini bosib yotibdi o'sha manyak gazitni. Voy, jim o'tirgin ey. Nima g'ami yo'q deb o'ynab yuribsan? Ana u manyak kelibdi. Eshitdingmi sana? Xullas boru. Bu soqov gapirmaydi, xullas. Yuklarimizni yig'ishtirib ketaveraylik, bu qishloqda jon ketaydi boru. Bo'ldi, mashina topish kerak unda. Mana eski mashinamda ketamiz ham. Manda yangi mashina bor. Nima deyapsan? Tezroq o'zim olib ketaman. Bo'ldi, men unda narsalarimni yig'ishtirishim kerak. Xo'p, mashinani hamma joyi yaxshi. Jiddiy kesakpul, ketsa bu yerlardan anavi ham kelibdi-da. Yomon boshimga muammo bo'ldi lekin. Va nihoyat, bobomning qishlog'iga ham yetib keldim. Opa, nima bo'lgan bu uyga? Hop, sindiramiz. Qani eshikni och. Ben bunca yur. Nima? Voy. Buncha yaqinlashib ketganmiz. Vashchina bo'lmaydi-yu o'tki. Voy, alergiyam bor-u. Men bu uyga basalamasam bo'lmaydi. Ammo bitilgan sindirib tashlaydi birinchi. Yetil. Ne bo'lyapsan mana? Bor yo'q. Va internetdan filmlarga zakaz qo'ymasam bo'lmaydi. Hop, oyna zakaz qilish kerak. Taxta va mana bloklar zakaz qilaman. Hop. Telefonga kiramiz. Hop. Zakaz. Hop. Necha kunlik ketadi? Bir kunda men hatto to'lab qolaman. Bu to'lab qolib bo'lmaydi, ammo bir balo qilaman xullas. Nihoyat turdim. Hop. Buncha rasvoy. Shu yerda tunab qoldim. Yo'llar garchi. Men pochtadan narsaga solib yetib keldim-ki. Birinchi bekni olish kerak. Cho'tni yozib olarmikin. Namunchalarga bu qishloqda o'zi hech narsa kutib bo'lmaydi. Pochta qayerda ekan? Adashmasam cho'tda pochta. Hop, ko'rdan deydi buni. 18-10 ekan. Hop. Qani? Hop. To'xta. Hamma narsani olib ketdi yaxshi. Olamiz, tak. Nu, hamma narsa yetarli. Bularni tepaga silishamiz hozircha. Hop, endi uyni tartiblash boshlaymiz. Uy tartiblashdan xullas maqsad narsa, garchi soqi qilmoqchiman. Juda ham kam yoldim. 3 ming yol yoldim. 3 ming yollari garchi kechroq paynet qo'raman. Bu adak yaxshi. Bu uyni xullas 15 mingga sotamiz. Bu xo'p, uyga nima bo'pti? Uni optikamiz. Hop. Eng zo'r qishloqdagi eng zo'r uyni bittasini qilamiz. Hop, bolalar, korоче, bu blok qo'yamiz. O'tga ham qo'yamiz. Bu blokni tashlash kerak, kirki. Hop.
lekin no. Mana bu nima qotdi, buni buzamiz yaxshi. Hop. Qattiqdir muammo bor. Loylani olamiz. No, nima endi loyisini aytdi, tushunmadim. Hop, bu yon nima? Tushunmayaptim. Nima bor bu yerda? Nima buzilmaydi bu? Hop. Oltin. Nima? Oltin. Bobomni boyligini topdim. Yo, nima? Olovni qotibdi. Yo'q, oltinni buzishim kerak. Buzolma. Oltinni buzib. Hop. Nima buzilmoqda? Botdan surish kerak. Ketish kerak bolalar. Ketamiz. Buni buzib olishim, buni buzib tepaga chiqaman, tilmayman, to'g'risi bolalar. Hop, tepaga chiqib. Yonimga qotdi. Hop, ikkita, hop, to'rtta. Nu, yaxshi. Hop. Endi uy ta'mirlashga boshlaymiz. Mana ularni tez bursak, bolalar, sut yoqmayapti. Yo, skeletlar bu she'ri kimdir uyni sotib olgandan keyin tagiga tushishi mumkin. Nimadir uchun. Hop. Bloklar biz chiqamiz. Nursin bor. Hop. Pochka bloklarni qo'yamiz. Tez ish qilib, ana uy sotib olish kerak. Xullas, bu sotib olish kerak. Yo, buni olamiz. Hop. Bloklarni tashlash kerak. Tak. Şu chirg'agan bitolar bor-ku, jonga tegdi bor. Hop. Buni ham qo'yamiz. Voy, tak, buni ham qo'yamiz. Va buni oxirgi blok jonga tegishi joy chiqarib bor. Endi kitoblarni o'rnatib olishimiz kerak. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Opa. 3 ta ortib qoldi, mayli. Kravatni yo'q. Kravat shotga joylashtiramiz. Va yoniga tumichka qo'yamiz. Tumichkamiz ham o'tda super bo'ldi. Faqat hali 2 ta loy hisobga soat qo'yamiz. Nu endi cho'tki. Gap yozilmish bor. Hop, endi loy buzib bo'lmasligi 100% bor. Nimaga buzib bo'lmayapti? Hayronman. Bobom shunaqa antiqa narsalarni izlab yuradi bor. Va nihoyat topgan shekilli. Hop, ana bitta jonni mana chekkaga qo'yib qo'yamiz. Kitob o'qishni. Mana hech kim kitob o'qimaydi. Plus meroliga kiramiz. Hozir uyga sotib olishim kerak. Bu jonga tegdi bor. Pingdan pulni tuzaman, kechroqki sotib olaman 3000 dollardan. Qimmatroq sotish kerak. Avval mana o'tlarni chiroyli qilib yurib qo'yay bor. Hop. Cho'tki bor, faqat shu tomida 1-2 ta xatolar bor. Hali bo'laveradi bor. O'shda keyin Farod nimaga? Avval yaxshimiz, banda muammo bor. Qanaqa muammo? Ular uyni sotmoqchiman. Nega? Nima sababdan? Axir bugun keldik-ku. Kecha keldik axir. Xullas menga yoqmadi. Ichida emaillar hammasini cho'tkilar, agar ko'rgan bo'lsangiz. Ko'rib chiqdim. Nima qilibsan uy ichida? Nega o'zing yashamaysan? Axir dahshat nima chiqibdi-ku. Xullas, bu qushlar juda ham yoqmadi. Zombilar ko'paygan, aholi juda ham noinsof so'ragan. Suvlari ham yoqmadi. Xullas, men bu yerda yashamayman ortiq. Bo'pti, xullas, yashayman xullas bu yerda. Xullas sotib, menga pulni tushirib bera olasizmi paynet orqali? O'sha tashlagan pulingizmi yo'qmi? Bo'pti, короче, tashlab qo'yarsiz.